Islom, men senga aytyapman-ku. Bu yerda sog'lom bolalar o'qiydi. Senga og'ir bo'ladi, o'g'lim. Kun bo'yi yig'lab yurmasang bo'ldi. Shuni rahbarga o'zing aytasan. Keyin menga boraman deb boshimni og'ritmagin. Mana, bolamni olib keldim. U men ham o'qiyman deb tinch qo'ymayapti. Lekin bu joy sog'lom bolalar uchun-ku. O'zi ham tushunsin, keyin xarxasha qilmaydi. Siz nima uchun o'g'lingizni o'qiy olmasligini o'yladingiz? Bizning maktabimizda har bir bolaga imkoniyatlar bor. Davlatimiz rahbari tomonidan barcha bolalar uchun bir xil shart-sharoitlar yaratilgan. Nogironligi bor bolalar ham bemalol o'rganishadi, o'qishadi va rivojlanishadi. Mana o'g'lim, bu yerda davlat texnika. Bolalarimiz texnika sirlarini o'rganishadi. Sen ham yebiysan, seni ham qo'lingdan keladi. Seni ham o'rganasan, xudo xolasa. Til o'rganish istaging bo'ladigan bo'lsa, bu xonada rus tili, ingliz tili, koreys tili o'rgatiladi. Kel, yaxshi o'tiraman. Assalomu alaykum bolalar. Здравствуйте. Mana o'ta til o'rgatishadi. Sen ham o'rganasan, xudo xolasa. Bu xonada kompyuter saboqlari o'rgatiladi. Albatta bo'ladi. Sen bu yerda o'qib o'rganib, katta inson bo'lib chiqasan. Bilim olish uchun senga hech qanaqa to'siq yo'q. Kelajakda men ham ishlay olamanmi? Mening ham kasbim bo'ladi. Sendan yaqin kelajakda zo'r mutaxassis chiqadi. Iste'dodingga qarab, o'qituvchi, injener, dasturchi, hatto hokim, prokuror, vazir bo'lishing mumkin. Men ham harakat qilaman. Men ham katta odam bo'laman. Bolajonim, kechirasan. Men senga ishonmagan ekanman. Bolaga ishonish uning qanotini ochib berish kerak. Qarang, u uchishga tayyor.